Şinjan'daki maşinchilarning eng oldin qatorida menayotgan Kamiljonning qishiga bizniki Gazir palvon bilan yangidan ishlab chiqargan Gazir tamlik gazliq ichimlikimizni ta'mi qandaroq bo'pti. Kazonning fikrini og'ili keldik hozir. Kazonninki jantingsiga. Hamsa unda qilib qolib qolsa, sizlar tetib qolinglar, qanday bo'ldi? Ko'rib boqamdoq. Manslar Gazir palvon. Yaxshi tudingmi Kazon? Bilim tudingmi? Salomat tudingmi? Mana yangi ichimlikni ishlablam sizlarga bir fikringni og'im keldi. Keling Gazir. Ma Gazir palvon qaylab bilinmadingmi? Qaydasam, siz gazir satamlar. Musha satamiz gazir suyu hazır. Hem gazir suyu sataqanlarmi? Gazirni kim kiyib olgan sizlar? O'jon. Tamam. Yangilik haqning esi tezroq qolsin deb Mana o'ralmishim pesh qilibdi mana. Buni qanday deyimsa alaydi ekan. Buningki hamda tomoq singdirdi. Birinchidan gazliq. Ikkinchidan hamda buningda gazirning ta'mi bor. Mana akasanglar sizlar qag'inda o'zingni bir Bu sizlar gazir deysizlar, lekin men rost gap qilsam, xosingning kitabida, ha? Xosimiz u meg'izliq narsada. İşte Ba'zi odamlar gazir eliqi bir mana cho'giltib kichik vaqtlarimizda bo'ng'ilib otgan chaqda eliq bir pislan buraydi go. İşte buraya ekan. Fırq payizga. Lekin meningki endi bizdisa ras gazir dedi ekan, ham bizdisa shishidek dedi ekan. Sen bu gazir qilgan. Mamnun deyliqi gazir chiqib tishlarini avar qilib yurgandan meningda gazirning bir ta'mini his qila oladi. Ham uning ustiga tomoq singdirdi danglar. Shuni bir yangilik bir qilaylik deb qilgan. Mana pejlabdi. Sizlarga yordimi? Mana pejlabdi. Fabuqa o'tkazay degan aslan. Fabuqa o'tkazay desam buningga bu o'rinni bijni qilib, bu odamni taklif qilib qilsaqmi bir mo'j vakolatchilarimizni to'lsak 50-60 ming pul ketadi ekan mana. Uningdan oldin qataqis tekayla qaygan shu 50-60 ming telefonni elib. Tövenge tushib, xalqlarga telefonni sovg'at qilib. Ana o'ylashibsizlar. Bular xalq cho'kaydigan noch ishtayman. Masalan, bu da men 4-oyning 5-oylik ish musobaqasi o'tkazdik masalan bilan. Mapada ish bironida. Hada bir ishtalash musobaqasi o'tkazdimda. Ayshondimi men asas berib edigandan kechoq masalan to'g'zilab tutmina. Ayaliq yatirsi bir to'pulab tutdi odam shuning o'xshash. Lekin men yanmaydigan kechoq o'tdadim, shoning qo'shildim. Asas maqsad nima degan chaqda aşağıdaki nurg'ulg'an kelgan xalqimiz bilan yaqinlarlik ko'rishib o'zaro fikr almashtirish. To'g'ri. Demak, bu yerda birinchidan xalq yaqin tursak foydasi bor. Biz jiq tushunaladi, chunki to'r nurg'ada manda deb biz g'ajaydigan ish jiq. Lekin endi bu qaylab turib, endi böyle oppoq tamni qop-qora desa, endi bu nurg'un odam ko'migandagi rost qara o'xshaydi deydi. Amaliyotda o'z ko'zi bilan ko'rgan chaqda uning qandoqligini his qila oladi-ku. Mana bir paranglashib baqqanda. To'g'ri, paranglashib o'zaro nima qilgan chaqda sizlar biz bir shay cho'ng oldik, bir shay cho'ng oldik. Musha azram yosh cho'ng emas, lekin tirishchilikqa eshib vaqtdan ishib ketdi. Eng nochir shu. Ham dishachandan oila iqtisod yaxshi. Hamda hozir Shinjan nisbatan farday. Shamyoqmi? Masalan, hada masalan nima chirayotgan masalan ama ijara bu pullar mesela oynab yursa mesela ayni iqtisod yetida mesela. Lekin to'xtab turma ota-onamning pulini xajlamay, o'zim pul tip xajlayman deb mush ideyada o'g'illikning uchun men ham birdan bir sizlarga hamda qo'l qo'ydiganim. Meningki sizlarga yaqin turdiganim shu. Rahmat. Adamal bizning cho'nkirab egilib mana ish bilan qanday qilibdi deb qo'shildim. Rahmat. Lekin hamda ta'mi ras payzgan. Endi mana bu jansning haqiqatan yaxshi ishlab turib, damal bir birata ilib mashliq qo'yib qo'ysaqmi, shaklim chiroyli ekan. Biz mushunda cherishayotganni qo'llashimiz kerak. Aminda tushachanda o'ziningki shu turmushni yaxshilash, turmushni yaxshi qandash, undan boshqa nurg'un agishayotgan odamningki turmushni kafolatga qilish uchun shunda afada mang'ayotgan odamni mana qo'llaydigan odamlar mana bu. Qolgan o'zingni o'ylashib baqsanglarda siz biz 5 kun ko'p pul topmiz deb nurg'un tijoratni qilyapmiz, terishyapmiz, lekin shu tirishchanlikning keyindan nurg'unlagan jafalni sizlar biz o'zimiz his qilamiz. Sizlar biz ish qilib baqqan odam shunga meningcha qo'llaydigan odam shu. Yaxshi qilsa deb yurakni bilsa,
Bir ancha muncha bir yaxshi filmlarni izlab bo'lmasa bir cho'nglos olti raqamni yo'llab qo'ysanglar, may Dilshadchandek sizlarning aka enanglar bor, bolalaringlar bor. O'ylab baqsanglar atrofimizga agar men mushning o'rnilab qolsam, men qanday qildim degan o'ylasak, endi bo'lakliga yordam qila olamiz. Yordam qilish uchun 5 kunga pul ketmaydi, yaxshi qilsa degan bir og'iz gap so'zimiz shu yetib oshida. Tushunmayapman? To'g'ri. Issiq tomoq deymi, butun Shinjongni cho'gilaymi deb mashina yetib qo'pab yo'lida. Yataq to'g'ri kelsa, yataq yotadi. Yataq to'g'ri kelmasa, mashina yotadigan gap. Tushunmayapmi? Ba'zi och qilayotgan, ba'zi to'q qilayotgan, 10 ko'p pul topsa, visko chiqim bo'layotgan. Maqsad hozirgi pul emas, keyingi pul tepash. Shuning uchun hamda hozir qancha jafo cheksa, qancha ziyon tasam, cho'qim men shuni boshqa ish qilmaydim, shundan terishyapti-da. Ondan boshqa ma ipak olsa dasmi? Bu da işte hocam aldı mesela. Ajdan oşuklan pul ameliyat öz sanatçı emas. Muş teşviqatni yaxshi qilma, xalq to'ntuma deb ajdan pul xarjladi. Demak, ajdan pul xarjlagan sizlar maslahatni yaxshi ishlamda, ishlamamda qag'inni o'zingni bir javob berib baqsanglar bo'ldi. Tushunmi ya? Shunga men shaxsan men qo'llayman. Shaxsan men qo'l qo'yman. Bizda yoshlar emas, qancha jiq chiqsa, bizdan qo'limizdan keladigan qancha yordam bo'lib qolsa, 24 saat kolumuz köksimizde. Bizge 5 gün pul lazım emas. Bizge müşteri terşibatqa yaşıl lazım. Müşteri 5 gün pul tapsa, hamam bizge lazım buldu. Şoňa hem etrafımızdaki dostlarımızdan ki ma, bazı ekspres gep sözlük işenmey, közümüzden kögen kişinin işine hem kollap kuvvetlep koyuşuna, eğer men müşterinin orunda olsam qanday qildim dep, müşteri bir qollashinglar chin ko'nglimda umid qilaman. Rahmat chiqibsizlar, shundan yaxshi qilib o'tsizlar. Haliga qo'sh oldik. Shu yoshlarning ulgisi bo'lib meng'otsizlar. Shundan ulgininglar. Oshxona ichib baqdi, kiyim-kechak qilib baqdi, oxiri ichimlik qilib baqdi, orliqda nurg'unlagan qabullik oldi. Yana o'rnidan dast qo'yib bugun mang'aldi. Demak, odamning mush qilayotgan ishini boshda oxir serib ko'rib baqsanglar, sizlarning qiladigan ishingiz chiqadashadi. To'xtab turib, ma qilib tutib, men nima ish qilolmayman deb. Demek haqiqiy ulgi degan manda olida qilib ko'rsatilgan ulgi emas, og'zimiz so'zlagan emas. Shunga ko'pchilikning bu qo'llab quvvatlab turishni chin ko'nglimizda umid qilamiz. Hamma ishning yaxshi bo'lishini chin ko'nglimizda umid qilamiz. Rahmat Kazon, sizlarga rahmat. 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 Rahmat.